Rizo kompaniyasi shu darajada ko'p sovg'alar beryaptiki, men topshirib uspet qilmayapman. Yodinglarda bo'lsa, bir necha kun avval 2 ta Umra berdik. Undan tashqari 17 Pro Max, undan tashqari notebook ham berishga ulgurdik. Bugun Shahrixonlik akamiz Honor X5 telefonini yutyapti. Aka, tabriklayman. Bu sovg'alar sizga. Aka, qisqacha aytib bersangiz, qanday yutib oldingiz? Bu qanaqa bo'ldi? Katta rahmat. Aka, kalbasani uyga oldik, iste'mol qilgani. Mazasi yaxshilik uchun faqat shu uyga yegani, oila davrasida o'tirib yegani oldik. Hech bunaqa sovg'alar. Nega aynan Rizoni tanlaysiz odatda? Mayli, Shahrixonda chiqadi, ishonchliligi, nimasiga asosan e'tibor berasiz? Rizoni ko'proq halolligiga va sifati yaxshi ham pokiza. Ya'ni shubhangiz yo'q. Yo'q, shubham yo'q. Halol va pokiza, mazasi ham joyida. Shuning uchun yaxshi ko'rganimiz uchun oilamiz bilan yeymiz. Rahmat. Halollik va shunaqangi foyda ham olib keladi-da, yaqinlarga ham iloji bo'lsa tavsiya qiling. Sababi nafaqat sog'ib yutib olasiz, balkim toza, ozoda va ishonchli go'sht mahsulotlarini uyingizga olib kelasiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Yana bir bor tabriklayman. Katta rahmat hammalaringizga. Ishonchli Rizo qo'lbosti va go'sht mahsulotlarini o'zingizga yaqin bo'lgan do'konlardan so'rashingiz mumkin. Mahsulotni xarid qilgandan keyin har bitta kolbasada stiker bor va yashirin kodlar va umuman buni ishlatish bo'yicha instruksiya yozilgan. Hammasini qiladigan bo'lsangiz, sog'ingizni bilib olasiz va inshaalloh sizlar bilan ko'rishamiz.